Rossiyada itlarga yomon mehr berib berishadi, ishonasizlarmi? Itni pulga sotib olishadi. Men endi it tanqis bo'lmagan joyda tug'ilganimni hisobga olgan holda itni pulga sotib oldim deyish ayamga. U ovqatlaringiz bemaza chiqibdi deyish bilan bir xil, ikkalasidan ham ko'chada qolib ketaman. Maksimum aka itingiz tug'sa bolasidan berasiz deyish mumkin bo'ldi. Unda ham aka ham erkaklarini olib qoladi, bitta urg'atisini beradi, prям haligi massajxonada ishlash uchun tug'ilgan iti bo'ladi, uttasini beradi. Bu yerda itlar og'rib qolsa doktorga ko'rsatishadi sразу, doktorga. Bizda itlar tibbiyotga yaqin bo'lishini bitta usuli bu haligi skoriy mashina urib ketsa bu. Ashunda sal meditsinaga yaqinroq bo'lsa bu boshqa payt itlari quvlamaydigan bo'ladi, ishonasizlarmi? Bizda shunaqa xitri bizdagi itlarni bilasizlarmi? Hali kechqurunda ketyapsiz. Indamasdan keladi, ag'isagida. deb kelib turib, deydi quvlab ketadi. Mana 28 velosipedingiz bo'lsa qochib ketasiz xolos. U velosipedda ham nito joyi bor. Rasa qochib ketganingizda pedal yengillashib qoladi, bilasizlarmi? Sepchib ketgan bo'ladi. U yog'iga bilgan duolaringizni o'qib